Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Efirda Agar tok shousi dolzarb masalalardagi, mavzulardagi suhbatimizni davom ettiramiz. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi tashqi siyosati natijalari, aynan 2025-yil sarhisobi bo'yicha suhbatimizni olib boramiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ekspertlar, xush kelibsizlar. Mavzuga kiradigan bo'lsak, o'ylaymanki 2025-yil avvalgi yillarga qaraganda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston tashqi siyosatida samarali va esda qolarli yil bo'ldi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. 2025-yilda Markaziy Osiyo uchun siyosiy yaqinlashuv yili bo'ldi desak, qanday fikrdasizlar? Haqiqatan ham 2025-yil ko'plab tarixiy voqealarga, katta tadbirlarga boy bo'ldi va aytish kerakki, haqiqatan ham 2025-yilda Markaziy Osiyo mintaqasidagi yaqinlashuv bir yangi bosqichga chiqdi deyishimiz mumkin. Bu yil davomida qilingan ishlar, xalqaro darajadagi muloqotlar yangi bosqichga chiqib, aytish kerakki, birinchidan bu mana shu mintaqamizda bugungi kundagi vaziyatdan kelib chiqib, umuman butun dunyoda hozirgi global keskinlashuv, siyosiy taranglik kuchayib borayotgan bir jarayonda Markaziy Osiyo mintaqasidagi o'zaro do'stlik, hamkorlik, hamjihatlik yaxshilanib boryapti. Biz buni yil boshida mana ko'rdik. 3 ta mamlakat, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston o'rtasidagi kelishuv, bu Xo'jand deklaratsiyasini abadiy do'stlik bo'yicha demak shartnomalarni imzolanganligidan ko'ryapmizki, Markaziy Osiyoda bu borada ishlarni yaxshi olib borilayotganligi. Davomi sifatida Samarqandda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo plus Yevropa ittifoqining ilk sammiti bo'lib o'tdi va bu kabi sammitlar yil davomida davom etdi. Bu sammitlar doirasida biz ko'ryapmizki, Markaziy Osiyoni alohida bir huquqli subyekti sifatida ko'rish, Markaziy Osiyo plus formatini rivojini ko'rib boryapmiz. Buni Yevropa ittifoqi bilan mana o'tkazilgan bo'lsa, so'ngra Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, mana Rossiya bilan, mana yil so'ngida Yaponiya bilan bular o'tkazilganligi aynan mana shu mintaqadagi turli xil yo'nalishlardagi hamkorlikni rivojlanayotganligi. Bu endi uni ichiga kirsak, har bittasi alohida katta bir yo'nalishlar. Bu ham transport, logistika, ham chegara masalasi, ham suv masalasi, energetika masalasi, albatta mana shu mamlakat rahbarlarini uchrashuvlarda alohida e'tirof etilib muhokama qilinmoqda. Va shu bilan bir qatorda yana bir to'xtalishimiz kerak bo'lgan masala bu Markaziy Osiyo davlatlarining maslahat uchrashuvlari. Mana bu yilgisi Toshkent shahrida bo'lib o'tdi, 7-maslahat uchrashuvi. Bu uchrashuvlarga mana asos solingani davlatimiz rahbarini 2017-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha yuqori minbaridan alohida urg'u berib bu masalaga Markaziy Osiyo mamlakatlarining kelgusi hayoti, uni hamkorligi albatta birgalikda amalga oshishiga alohida urg'u bergandilar. Mana shu uchrashuvlarni tashkil etish masalasiga tashabbusini ko'rsatganlar. Biz uni bugun mevasini ko'ryapmiz. Biz buni iqtisodiy sohada mevasini ko'ryapmiz, ijtimoiy sohada mevasini ko'ryapmiz. Har jihatdan Markaziy Osiyo, yangi Markaziy Osiyo mana bugun yuzaga keldi va aytish kerak, davlatimiz rahbari buni o'zlarini mana shu 7-maslahat uchrashuvi arafasida Yangi O'zbekiston gazetasida chop etgan maqolalarida ham alohida urg'u berdilar. Bugungi kunda yangi Markaziy Osiyo ruhi mamlakatlarimiz orasida kezib yuribdi. Rahmat fikrlar uchun, marhamat. Avvalambor 2025-yil O'zbekistonni nafaqat dunyoda, xususan mintaqadagi diplomatik faolligi bilan ajralib turadi. Bundan 4 yil avval prezidentimizning bir iboralari yangragan edi. Bu ham bo'lsa, dunyodagi xalqaro munosabatlarda bir evrilish davri kuzatilyapti. Bir tarixiy bosqich tugab, hali bashorat qilib bo'lmaydigan yangi bir davr boshlanyapti degan fikrlar bor. Bu fikrlarning asnosida dunyoda davlatlar o'rtasidagi ishonch inqirozi kuchayib borayotganligi, mana shu yillar davomida o'rnatilgan tarixiy aloqalarning buzilishi, savdo-sotiq zanjirlarning uzilishi, turli xil yuqumli kasalliklar, ekologik inqirozlarning yuzaga kelishi insoniyatni naqadar zaifligini dalolat beryapti. Mana shu muhitda Markaziy Osiyo mamlakatlari o'sish tendensiyasini yana bir bor ko'rsatib berishdi. Uni biz misollarda keltiradigan bo'lsak, agar Markaziy Osiyo mamlakatlarining yalpi ichki mahsulot 520 milliarddan oshganligi yoki umumiy savdo hajmini 11 milliarddan oshganligi, investitsiyalar oqimini 5,5 barobar ko'tarilganligi, bularning orqasida hammasida ish o'rinlari, insonlarning farovonligi yotadi. Mana shunisi bilan nazarimda 25-yil ajralib turdi. Shu bilan birgalikda dunyoda ro'y berayotgan turli xil nizolar, to'qnashuvlar fonida
Markaziy Osiyo mamlakatlari yakdirlikni ifodalab, tinchlik va barqarorlikni nafaqat saqlab qolish, balki uni mustahkamlashga erishdilar desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda eng uzoq yillardan beri o'tkir bo'lib kelayotgan va o'ta sezgir mavzular bo'yicha yechim topilganligi. Mana shu tendensiyalarni saqlab qolish nafaqat bugungi kunni eng dolzarb vazifalardan, balki bundan keyingi 5-10 yilliklardagi vazifalari hisoblanadi deb o'ylayman. 2025-yil Markaziy Osiyo davlatlari tarixida umuman o'zaro munosabatlar yo'nalishida o'ziga xos bir davr sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Buni o'sha yillar davomida saqlanib kelgan qaysidir ma'noda muammoli sifatida e'tirof etilgan masalalarning uzil-kesil, ya'ni chegara masalalarining uzil-kesil hal qilganligi bilan izohlasak bo'ladi. Bundan tashqari Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarda O'zbekistonning roli, o'rni yanada mustahkamlanganligini ham aytishimiz mumkin. Bu o'rinda muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan, sa'y harakatlari bilan, uzoq ko'zlangan siyosiy irodalari bilan Markaziy Osiyoda hali yuqorida ta'kidlangandek Markaziy Osiyo ruhi deyildi. Nafaqat ruh, balki Markaziy Osiyoda o'zgacha bir shijoat shakllandi va mustahkamlandi. Buni nimada ko'rishimiz mumkin? Bu har bir sohada aytaylik oldinlari hamkorlik masalalari muhokama qilingan, maslahat tarzida olib borilgan bo'lsa, keyingi yillarda bu o'sha har bir yo'nalish hamda har bir masalaga nisbatan aniq yechimlar taklif qilish hamda ularni hal qilishga bo'lgan o'sha dadillik bilan ifodalash mumkin. Buni o'sha yuqorida aytganimizdek chegara masalasi, suv masalalari, bundan tashqari iqtisodiy jihatdan hamkorlikni yanada rivojlantirish, buni asoslash maqsadida aytishimiz mumkinki, mana 7-chi Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining 7-chi maslahat uchrashuvida davlatimiz rahbari tomonidan o'sha Markaziy Osiyo davlatlarining birlashuvini yanada jadallashtirish hamda rivojlantirish maqsadida ilgari surgan tashabbuslarni aytishimiz mumkin. Misol uchun o'zaro savdoni va iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha o'sha dasturul amal qabul qilish misolida aytishimiz mumkin. Bundan tashqari Markaziy Osiyoda 10 yillik o'sha suvdan, suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha alohida bir yo'nalishni ishlab chiqish masalasini aytishimiz mumkin. Bundan tashqari yana bir eng asosiy masala bu Afg'oniston yo'nalishida Afg'oniston bilan aniq sohalar doirasida hamkorlikni rivojlantirish ilgari surildi. Bu o'sha transport, energetika sohasida. Biz nafaqat o'sha gumanitar yo'nalish bilan cheklanib qolmadik, balki o'sha bundan keyin biz aniq maqsad yo'lida harakat qilsak, qaysidir natijaga erishishimiz mumkinligi o'sha maslahat uchrashuvining yakunlarida o'zini ifodasini topdi. 25-yil erishilgan yutuqlar darhaqiqat mustaqilligimizni bir davrini oladigan bo'lsangiz, xalqaro munosabatlar, xususan tashqi siyosat yo'nalishida katta natijalarga erishdik desak bo'ladi. Bu lekin o'zidan bo'lib qolgani yo'q. Bu o'sha so'nggi yillarda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan ochiq, pragmatik, ratsional tashqi siyosatni natijasi sifatida ko'rishimiz mumkin. Chunki bugun mana zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimi mana yuqorida ta'kidlangandek silkinishlar, o'zgarishlarni qarshisida turgan bir pallada faqatgina birdamlik bilan, hamkorlik bilan, integratsiya orqali bir natijaga erishish mumkin degan narsa bir kun tartibida turibdi. Markaziy Osiyo mintaqasida tamomila boshqacha bugun geosiyosiy landshaft, geosiyosiy makon shakllandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz o'sha yillar davomida javobini topmagan masalalarga javobni topishga harakat qilyapmiz. Ya'ni bu haqiqiy tom ma'nodagi integratsiya avvalambor bu qadriyatlarga, umumiy muammolarni tan olishga, ularni yechimiga qaratilgan bir choralar, qarorlarni o'zida aks ettiradi. Bugun hattoki bir narsani aytishimiz mumkin.
integratsiyaning Markaziy Osiyo modeli o'ziga xos modeli shakllanmoqda. Chunki biz o'sha mustaqillikni boshida mintaqa davlatlarining ichki va tashqi siyosiy ustuvor siyosiy yo'nalishlardan kelib chiqib, ularning konseptual yondashuvlaridan kelib chiqib, kimdir kollektiv g'arb bilan ketdi. Kimdir boshqa bir katta davlatlar bilan o'zini hamkorligini ko'rdi. Va mana shu fundamental qarama-qarshiliklar natijasida biz muddatni yo'qotib qo'ydik, ma'lum bir muddatni. Bu chorak asr, bu kam emas. Vaholanki bu nimaga ziyon bo'ldi? Bu albatta shu mintaqa davlatlarining yalpi ichki mahsulotining o'sish sur'atlariga ta'sir qildi. Yashash sharoitlariga ta'sir qildi. Misol uchun o'sha transport logistika masalasi. Hozir mintaqa davlatlari barchasi tan oldiki, misol uchun xoh bu O'zbekiston bo'lsin, xoh Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, transport logistika masalasini, yangi bozorlarga chiqish masalasi, yangi bir yo'laklarni kashf qilish masalasida o'zi bir narsaga erisha olmaydi. Faqatgina birlashgan holatda bu masalaga yechim topish mumkin. Yoki bo'lmasam ekologik masala, suv masalasi. Suv masalasi ham bir davlat yoki ham ikki davlatga qarorlariga qarab qoladigan narsa emas. Buni albatta faqatgina birgalikda, birdamlikda qilish kerak. Eng asosiysi bu mintaqada siyosiy ishonch muhiti paydo bo'ldi. Mana shu siyosiy ishonch muhiti fundamental qolgan qiyin masalalar, chegara masalasi. Misol uchun dekabr oyida prezidentni murojaatnomasida ta'kidlangandek, bugun biz mintaqada chegara masalalariga uzul-kesil hal qildik degan narsani e'tirof etdik. Bilasiz, bu 5-10 yil davomida bunaqa bir chegaraviy huquqiy masalalarni hal qilish, bu balki bir so'zda gapirish oson bo'lishi mumkin. Yalpi ichki mahsulotni o'sha suratlarni biz balki bugun bemalol gapirayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin 16-yilda O'zbekistonni o'sha Markaziy Osiyo mintaqalari bilan tovar oborotini oladigan bo'lsak, savdo aylanmasidan 2,5 milliard bo'lgan. Bugun 8 milliardga qarab ketyapmiz. Lekin bu 8 milliard ham mintaqadagi davlatlarning iqtisodiy potensialini inobatga oladigan bo'lsangiz, katta bir natija. Bugun bu narsalarni o'zimiz bu ko'rsatuvlarda muhokama qilib, hisobotlarda yozishimiz mumkin. Eng asosiy narsa xalqaro hamjamiyat buni e'tirof etmoqda. Xalqaro hamjamiyat o'sha C5+ formatlari asosida 2004-yil, 5-yillarda bitta ikkita bo'lgan bu formatlar. Bugungi kunda 15 ga yaqin. Mana sizga natijani xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinishi. Bugun xalqaro munosabatlarni alohida bir subyekti sifatida Markaziy Osiyo tan olinmoqda. Oldinlari o'sha asosiy munosabatlar bu ikki tomonlama davlatlar o'rtasida munosabatlar yo'lga qo'yilgan. Ya'ni masala ham, grantlar ham, hamkorlik ham ikki tomonlama davlatlar kesimida bo'lgan. Bugun mintaqani ko'rishyapti. Mintaqa bilan umumiy yondashuvni amalga oshirishyapti va albatta bu mana yuqorida mutaxassislar ta'kidlagandek, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahatlashuv uchrashuvlari. Bu g'oya boshida taklif etilganda 7-8 yil oldin ko'plar shubha bilan qaragan. Bular eplay oladimi? Amalga oshirish imkoniyati bormi? Chunki biror masalada umumiy qarashimiz yo'q edi. Umumiy qarash yo'q edi. 7 yilda bugun biz bu platformani institutsional asoslari haqida gaplashyapmiz. Men o'ylaymanki, bu narsalar juda ham muhim narsalar va buni xorijiy mutaxassislar ham, xalqaro tashkilotlar ham ko'rib turibdi, e'tirof etib turibdi. Rahmat fikrlar uchun, marhamat. 2025-yil tomonida o'zgarish, transformatsiya yili deb aytsak, adashmagan bo'lamiz. Tepada aytib o'tilgan ma'lumotlarga qo'shilgan holda tarixga qaraydigan bo'lsak, Markaziy Osiyo mintaqasi ko'p davrlardan o'tib kelmoqda, boshdan kechirmoqda. Masalan, mustaqillik yillarini olsak bo'ladi yoki-da ekspertlarning ta'biri bilan aytganda, muzlagan 10 yillik, salkam 10 yil davom etgan muzlagan yillar, ya'ni Markaziy Osiyoda kooperatsiya, ya'ni hamkorlikni to'xtab qolishi va 2016-yildan boshlab bu hamkorlikni qayta tiklanishi, ya'ni davlat rahbari tomonidan olib borilgan sa'y-harakatlar, tashabbuslar, shijoatlarni inobatga olgan holda mana shu 2016-yildan boshlab hozirgacha 2025-yilgacha bo'lgan davrni atasak bo'ladi. Inglizcha termin bilan atasak trust building issues, ya'ni ishonchni qurish jarayonlari. Bu shu muddat davomida misol uchun 2017-yilda shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti 70-sessiyasida davlat rahbari mana shu Markaziy Osiyo formatini ilgari surib tashabbus ko'rsatgan bo'lsa, u boshlanishga faqat davlat rahbarlari uchrashuvlari konstruktiv muloqot sifatida tashkil qilingan bo'lsa, hozirgi kunga qarasak bu shu format
bitta nimadan sohadan boshqa sohalarga ham ko'chib o'tyapti. Buni ingliz atama bilan spill over effect deydi. Ya'ni bitta sohadagi nimani hamkorlikni boshqa sohaga olib kelishi. Va hozirgi kunga qaraydigan bo'lsak, 2025-yilning o'zida juda ham ko'p davlat rahbarlari miqyosida va vazirlik va tashkilot rahbarlari miqyosidagi uchrashuvlar, tadbirlar bo'lib o'tdi. Misol uchun yana o'ziga xos jihati boyagi boshqa ekspertlar aytib o'tgandek, bu chegara muammolarining uzil-kesil yechimini topishi va shuni ramziy xulosa sifatida abadiy do'stlik deklaratsiyasi imzolanishi Xo'jand shahrida. Bu endi 2025-yil qaysi ma'noda yangi sahifaga qadam qo'ydi desak, bu aytishimiz mumkin. Endi Markaziy Osiyo hamkorlik agendasida dasturida chegara muammolarini endi ko'rmaymiz. Endi muloqotni erkin, pastga tortadigan omillarsiz davrga yetib keldik desak adashmagan bo'lamiz. Endi masala erkin boyagi savdo-sotiq yoki xavfsizlik borasidagi hamkorlik yoki boshqa turizm sohasidagi hamkorlikni erkin yo'lga qo'ysak bo'ladigan davrga yetib keldik. Bugun Markaziy Osiyodagi barqarorlik O'zbekistonning tashqi siyosatdagi natijalarimi yoki mintaqaviy ehtiyojmi? Qobajon aka, nima deysiz? Avvalambor o'sha prezidentimizni Oliy Majlis O'zbekiston xalqiga murojaatlarida, qolaversa o'sha 7-maslahatlashuv kengashida aytgan bir gaplari bor. Bugungi kundagi Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaqinlashuv bu siyosiy maqsad emas, ayni strategik zarurat. Birinchisi. Ikkinchisi, shunday muammolar borki, bir davlat o'z qobig'ida u muammolarni hal qilish imkoniyatiga ega emas. Menda kollektiv javob, kollektiv yondashuv juda muhim. O'sha mana ekologik masalalarni olaylik. Cho'llanish bo'ladimi? Havoni changlanishi bo'ladimi? Suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalari bo'ladimi? Yuqumli kasalliklar, bular chegara bilmas muammolar. Agar shu muammolarni biz Markaziy Osiyo doirasida hal qilinadigan bo'lsa, natijalari yuqori bo'ladi. Birinchidan. Ikkinchidan, xavfsizlik masalasini oladigan bo'lsak, xavfsizlik masalasida ham shunday bir o'tkir muammolar, sezgirli muammolar borki, bu o'sha narkotik moddalarni tashuv bo'ladimi, noqonuniy mehnat migratsiyasi bo'ladimi, ekstremizm, terrorizm yoki ayirmachilik muammolari bo'ladimi, oxirgi yillarda juda ko'p uchrayotgan kiber jinoyatchilik masalalari bo'ladimi, bir davlat qobig'idan chiqib ulgurgan xavf xatarlar hisoblanadi. Bu yerda kelishilingan holda umumiy yondashuv juda muhim. Shu bilan birgalikda mana ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo eng yosh mintaqalardan biri. Oxirgi statistik ma'lumotlarga qaraganda hozir mana shu 5 ta davlatni umumiy aholisining soni 80 millionga qarab boryapti. Va Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha bashoratiga qaraganda 2050-yilga borib 100 millionga yaqinlashishi e'tirof qilingan. Mana shu aholining o'rtacha soni hozir 29 yosh. Demak, yoshlar salohiyati bu ham juda o'ta muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu yerda ham hamkorliksiz iloji yo'q. Chunki yaqinlashuv, integratsiya bu xalqaro munosabatlarni tabiiy evolyutsiyasi aslida. Chunki inson borki, chegarasiz harakatlanishga intiladi. Qanchalik chegaralarda erkinlik, qulaylik mavjud bo'ladigan bo'lsa, o'sha davlatga borish ehtiyoji ham, qiziqish ham ortadi. Mana shu sohada biz hozirgi oxirgi yillarda kuzatilayotgan davlatlar o'rtasidagi vizasiz masalan sayohat qilish tartibi yoki bo'lmasam soddalashtirilgan viza tartibini keltirishimiz mumkin. Shu xususan Qirg'iziston bilan milliy ID kartalar orqali bordi keldi masalan yo'lga qo'yilishi. Bu bugungi kunning vazifasi. Biz buni bundan o'yin oldin balkim hayolimizga ham keltirmagan bo'lardik. Lekin agar o'sha Yevropa ittifoqini misolini oladigan bo'lsak, u yerda nafaqat milliy ID kartalar, umuman chegaralarning mavjud emasligini ko'ramiz. Lekin ular bu darajaga uzoq yillar davomida erishgan. Biz buni 7-8 yilda erishishni oldimizga maqsad qilib qo'yishimiz biroz noto'g'ri bo'lar, lekin nima bo'lgan taqdirda ham
mana shu integratsiya jarayonlari oddiy insonlar hayotida o'z aksini topishi kerak. Demak, maqsadimiz hech bo'lmaganda Yevropa ittifoqchalik bo'lish. Undan ham o'tish. Rahmat Muhammadjon aka. Haqiqatdan ham Markaziy Osiyo agar mintaqamizga qaraydigan bo'lsak, bizni joylashishimiz shundayki, biz katta kuch markazlarini chorrahasida joylashgan bir mintaqamiz va albatta buni o'zaro ta'siri bor. Shundan kelib chiqib, biz mintaqadagi davlatlar o'zaro do'st bo'lsak, hamjihatlikda ish olib borilsa, albatta bu barcha davlatlar uchun foydali. Va davlatimiz rahbari bir iborani ishlatgandilarki, endi biz devor emas, aynan ko'prik quramiz, ko'prik qurish yo'lidan ketyapmiz. Ya'ni yaqinlashuv masalasiga alohida to'xtalib o'tilyapti. Nimaga? Chunki biz shunday joylashuvimizdan kelib chiqib, biz okeanga chiqa olmaymiz. Mana shu mintaqa mamlakatlari okeanga chiqishi, katta savdo yo'llariga chiqishda bir qator muammolar bor. Demak, ana shu demak bizning muammolarimizni yutuqqa aylantirish uchun biz birlashishimiz kerak. Turli xil koridorlar, transport koridorlari bu o'sha Xitoyni Yevropa ittifoqi bilan bog'lashda, Sharq bilan G'arbni yoki bo'lmasam Janubiy Osiyoni Kavkaz mamlakatlari bilan bog'lashda transport koridorlarida aynan mana shu mintaqadagi do'stlik, do'stona muhit, o'zaro ishonch albatta juda ham katta o'rin egallaydi va bu yo'lda katta ishlar qilib borilyapti. Mana hozir yangi temir yo'l qurilayotganligi, mana shu Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li, keyinchalik bu temir yo'lni boshqa katta koridor, transport koridorlari bilan bog'lash imkoniyatlarini yuzaga keltirib beryapti. Va shu bilan bir qatorda yana bir jihatga alohida urg'u berish kerak deb o'ylayman. Bundan mana biz chegara masalasini aytib o'tyapmiz. Chegara 10 yil oldingi agar hayot tarzimizga bir taqqoslaydigan bo'lsak, hamma narsa taqqoslashda ko'rinadi. Aholi shunday darajada qiyin to'siqlar, byurokratik to'siqlarga duch kelardiki, aholimiz, vatandoshlarimiz. Oddiy to'yda yoki boshqa bir marosimda chegaradan o'tish juda ham murakkab masala edi. Yaqin qarindoshlar bir-birining oldiga borish kelish juda ham qiyin edi. Yoki mana hozir soddalashtirilgan tarkib. Men o'zim Farg'ona viloyatidaman. So'x degan bizni demak tumanimiz bor. Mana shu So'x tumanidan viloyat markaziga kelib davolanish, o'qish, oddiy bir ehtiyoji bilan kelib ketish, viloyat markaziga kelib ketadigan bo'lsa, o'sha pasportiga tushadigan shtamplar soni shunchalik ko'p tushardiki, qisqa fursatda o'sha pasportni yangilashga ehtiyoj tug'ilaverardi. Bu ham aholiga bo'lgan bir o'sha qiyinchilik edi. Mana hozir mana shu davlat rahbarlarini hamjihatlikda muammolarni o'zaro hal qilib, bitta davra atrofida birlashib muloqot qilish natijasida shu kabi muammolarni yechimini ko'ryapmiz. Endi yoki aytish kerakki, mana sport musobaqalari, o'tgan yili Parij Olimpiadasini ko'rdik. Hech kim xayoliga kelmas edi. Bitta mamlakatning yutug'ini boshqa mamlakatlar, mana shu qo'shni davlatlar qo'llab-quvvatlaydi. Qo'shni mamlakatlar ham bizning yutug'imizni xuddi o'zini yutug'ida yoki ularning yutug'ini. Mana qirg'izistonlik bokschini finalgacha bo'lgan bahsida bizni demak O'zbekistonlik demak murabbiy unga yordam berib hamkorlikda ish qilingan. Bu narsalarni 10 yil oldin birov xayoliga ham keltirmaydigan holatlar. Va yana bir jihatda alohida urg'u berish kerak deb o'ylayman. Biz 2023-yilda aprel oyida umumxalq referendumi orqali konstitutsiyani, yangi tahrirdagi konstitutsiyani qabul qildik. Va ana shu konstitutsiyamizda alohida qayd etib qo'yilgan, muqaddimasida qayd etib qo'yilganki, xalqimiz umum e'tirof etilgan xalqaro prinsip va normalarga asoslangan holda O'zbekistonda jahon hamjamiyati eng avvalo qo'shni davlatlar bilan munosabatlari, bu do'stona munosabatlari, o'zaro hamkorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, tinchlik, totuvlik yanada mustahkamlashga hamda uni rivojlantirishga intilishni qayd etib qo'yilgan. Demak, konstitutsiya darajasida biz yaqin mana shu qo'shni davlatlarimiz bilan munosabatlarimizni konstitutsiya eng asosiy hujjatimiz darajasiga olib chiqib qo'ydik va shu yo'ldan mamlakatimiz mana shu yo'lda yanada rivojlantirib borishga harakat qilinmoqda. Rahmat fikrlar uchun. Nima deb o'ylaysiz Umid aka? Markaziy Osiyo mamlakatlarining tarixiy, madaniy yaqinligi bugungi siyosiy qarorlar qabul qilishda qanchalik rol o'ynayapti? Bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu fundamental rol o'ynaydi. O'zi aslida bu mintaqadagi bor narsa, ya'ni mushtarak din, tarix, umumiylik, qadriyatlar, tashqi tahdidlarning umumiyligi va ularning yechimlariga ham umumiy prinsiplarni talab qilishi bu unikal holat. Hattoki o'sha hozir biz namunaviy integratsion model sifatida Yevropa ittifoqini ko'rsatamiz, ularda bu narsa elementlar yetarli emas. Ya'ni umumiy qadriyatlar, umumiy tahdid. Umumiy tahdid deganimizda umumiy muammolarimiz. Biz bugun bilasizmi, turli narsalarni misol qilib keltirish mumkin. Eng asosiy narsa bu mintaqada siyosiy tafakkurni o'zgartira oldik. Siyosiy barqaror muhitni shakllantirdik. Va uni oddiy xalqqa, oddiy odamlarga qanaqa ta'siri bor degan narsada, ya'ni bu siyosiy qarorlar, siyosiy muloqotlar
tashqi ishlar vazirligini oladigan bo'lsangiz, mana biz hozir natijasini aytyapmiz. Uzil kesil hal qilindi chegara masalasi, boshqa, lekin tashqi ishlar vazirligi ham siyosiy muloqotlar sonini bir karrasiga oshirgan. Ular ham buni orqasida kun tartibida har kun uchrashuv bor, har kun muloqoti bor. Mana shu siyosiy muloqotlarni dividendini ko'rishimiz kerak. Bu iqtisodiy dividend bo'lishi mumkin. Bu fuqarolik jamiyati institutlari, mana xalq diplomatiyasi haqida gaplashdik. Oddiy odamlarning hayotida qanaqa aksini topyapti. Oddiy ID karta bilan chegarani kesib o'tyapti. Viza yo'q. Chunki biz o'zimizni boshimizdan kechirganmiz, xorijga ko'p chiqamiz. O'sha Yevropaning vizasini olish o'zimizda mintaqada yurishdan ko'ra qiyinroq, osonroq bo'lardi. Hozir bu masalalar hal qilindi. Misol uchun sanoat kooperatsiyasi, chegara oldi savdolarni yo'lga qo'yish nuqtai nazaridan mintaqadagi o'sish sur'atlari 6%. Sanoatdagi o'sishni aytadi. Bu umumiy hozirgi kunda dunyodagi o'sish sur'atlaridan 1,5 barobar ko'p. 1,5 barobar ko'p. Bu narsani amalga oshirish uchun o'sha boyagi masala bu siyosiy tafakkur, fikrlashni pragmatik yo'nalishga, ratsional yo'nalishga biz o'zgartirdik. Izolyatsiyadan chiqdik. Oldin prinsiplar bo'lardi. Mana suv bor, bermayman, chegara bor, yopiq, boshqa. Bugun bu masalalarda umumiy yechimni qarayapmiz. Va arxitekturasi o'zgargan munosabatlarning mintaqadagi. Bu xavfsizlik masalasini mana mutaxassislar gapirib o'tishdi. Xavfsizlik masalasiga bo'lgan eng katta fundamental o'zgarish bu kompleks masala sifatida uni qabul qildik va yechimi ham umumiy bo'lish kerak deyapmiz. Chunki narkotrafik bo'ladimi, kiber jinoyatchilik bo'ladimi, bugun u makon tanlamayapti, u davlat tanlamayapti. Bu mintaqa sifatida birlashmasak, bu masalalarning yechimi uzoqlarga cho'zilib ketishi mumkin. Ko'rsatuvimiz boshlangandan hozirgi vaqtgacha biz Markaziy Osiyo mamlakatlarining birlashuvi va har bir mamlakat uchun, har bir davlat uchun, aholi uchun ijobiy natijalarni ko'rib chiqdik, tahlil qildikda. Tanganing ham ikkinchi tomoni bor. Mana Qobiljon aka so'zingiz davomida fikringizni bayon qilayotgan paytda aytib o'tdingiz, davlatlar orasida o'zaro ishonchsizlik ortib boryapti, global masalan inqirozlar ko'zga ko'rinyapti deb aytib o'tdingiz. Mana shunday global keskinliklar fonida Markaziy Osiyo tinchlik muhiti qanday saqlanib qolinyapti yoki qanday saqlanib qolinadi va bu borada ham xavfsizlik nuqtai nazaridan ham chora-tadbirlar ko'rilganda, to'g'rimi? Avvalambor men bir misol tariqasida shu keltirmoqchiman statistik ma'lumot sifatida. O'zbekiston yetakchisi yakunlangan yil 2025-yilning natijasiga ko'ra o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanxay hamkorlik tashkiloti yoki Yevropa iqtisodiy hamkorligi, boshqa xalqaro tadbirlar doirasida 13 marotaba Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari bilan uchrashganlar. Qirg'iziston, Tojikiston yetakchilari bilan 4 marotaba, Qozog'iston yetakchisi bilan 3 marotaba, Turkmaniston yetakchisi bilan 5 marotaba uchrashganlar. Bu telefon muloqotlaridan tashqari. Bu nimani anglatadi? Birinchi navbatda yaqinlik, ishonch, birodarlik. Oddiy misolda keltiradigan bo'lsak, ilgari davlat rahbarlari o'rtasidagi uchrashuvlarda biz faqat qo'l siqishni kuzatgan bo'lsak, hozir ular haqiqiy aka-uka birodar sifatida quchoqlashib bir-birlarini bag'rlariga olishini oddiy misol. Mana shuni o'zi ko'rsatib turyaptiki, davlat rahbarlari darajasidagi ishonch hozir oldinga qaraganda ancha o'zgarganligi, kuchayganligi va mustahkamlangan. Mana shu ishonch orqali ko'p narsalar hal bo'lyapti. O'sha gapirayotgan hozir chegara masalalarida ham agar bir tomonning ishonchi bo'lib, ikkinchi tomonning ishonchi bo'lmasa, bu juda hal qilish qiyin. O'zi agar xalqaro munosabatlarni biz bir matoga o'xshatadigan bo'lsak, oddiy matoga, ishonch bu matoni o'sha tarkibini tashkil etuvchi ip. Agar shu ip qanchalik mustahkam bo'ladigan bo'lsa, mato ham mustahkam bo'ladi. Agar qanchalik ip zaif bo'ladigan bo'lsa, u osongina yirtilishi mumkin. Demak, ishonch xalqaro munosabatlardagi eng muhim elementdan biri hisoblanadi. Mana shu ishonchni saqlab qolish eng muhim vazifa. Ikkinchisi, davlat rahbarlari o'rtasidagi ishonchni biz qanday hukumatdagi bo'ladigan transformatsiyadan qat'iy nazar pastga yo'naltirishimiz juda muhim. Bu o'sha vazirliklar, turli tashkilotlar, hokimliklar, o'sha hududiy hamkorlikka erishmoqchi bo'layotgan tashkilotlar, ana hozir aytib o'tdik, fuqarolik jamiyati institutlar o'rtasida ham mana shu ishonch muhitini shakllantirishimiz muhim. Mana shu ishonch tinchlik va barqarorlikni saqlab qoluvchi eng muhim
vosita hisoblanadi. Agar biz hozir mana Markaziy Osiyoni umumiy geografik makon sifatida oladigan bo'lsak, bu yerda biz qardoshlik rishtalari to'g'risida ham gapirishimiz kerak. Tarixiy birlik va hokazo. Shu 90-yillarda kuzatganmiz, nima uchun o'sha 98-yilda tashkil etilgan Markaziy Osiyo mintaqaviy hamdo'stligi yoki hamkorligi tashkilot sifatida uzoq umr ko'ra olmadi degan savollardan biri. Har bir mamlakat, mana hozir Umidjon aytganlaridek, o'zini milliy strategiyasini tanlagan va shu strategiya orqali rivojlangan. U yoki bu vektor orqali ikki tomonlama mamlakatlarimiz o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risida shartnomalar ham bo'lgan, lekin bu ikkita tomonlama doirasida qolib ketgan. Mana shu strategik hamkorlik hozir barcha mamlakatlar bilan ittifoqchilik darajasiga ko'tarilyapti. Va shu bilan birgalikda mana 2040-yilga mo'ljallangan konsepsiyani hozir mana joriy etilayotganligi, turli tuzilmalar, muvofiqlashuvchi kengash, parlament o'rtasidagi bularni hammasi nafaqat o'sha tinchlikni saqlab qolish, balkim oddiy insonlar hayotidagi farovonlikni yorqin namunasi bo'ladi. Rahmat fikrlari uchun. Mana davlat rahbarlari o'rtasidagi, qolaversa tizim tashkilotlar o'rtasidagi o'zaro ishonchlar haqida aytib o'tdingiz. Afsuski, o'tgan davrlar mobaynida aholi o'rtasida, xalqlar o'rtasidagi o'zaro ishonch biroz kamaygan. Bir-biriga bo'lgan hurmat, munosabatlar afsuski yo'qolgan. Aholi o'rtasidagi, odamlar orasidagi o'zaro ishonchni, hurmatni tiklash uchun nima ishlar qilishimiz kerak? Ulug'bek aka, qanday fikrdasiz? Marhamat. Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro bog'liqligi qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini amalda ko'ryapmizda. Har bir sohada, mana misol uchun hali aytilgandek, o'zaro borib kelish masalalarida soddalashtirish mexanizmini yo'lga qo'yilganligi. Bundan tashqari, ilk bor mutlaqo yangi mexanizm sifatida to'g'ridan to'g'ri markaziy davlatlar o'rtasida o'sha vazirlik va idoralarning doimiy muloqot shakli, ya'ni muloqot mexanizmi ishlab chiqilganligi. Buni biz shu yil davomida 2025-yil davomida mudofaa, transport, investitsiya, madaniyat, qishloq xo'jaligi, maxsus xizmatlar o'rtasida muloqotning yangi shakli ishlab chiqilganligida ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, aholi o'rtasidagi ishonchni ortib borishi yo'lida muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan bu o'sha ta'lim to'g'risidagi hujjatlarning o'zaro tan olinishi to'g'risidagi tashabbuslar. Bu bo'yicha alohida markaziy davlatlar o'rtasida alohida xalqaro hujjat ishlab chiqilgan, bu kelishilgan. Buni keyingi uchrashuvlar davomida imzolash rejalashtirilmoqda. Bu ham o'z navbatida o'sha Markaziy Osiyo davlatlari xalqlar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashda muhim o'rin egallaydi. Yana bir masalaga men to'xtalib o'tmoqchi edim. Biz ko'p ta'kidlayapmiz Markaziy Osiyoni xalqaro munosabatlarning subyekti sifatida tan olinishi. Markaziy Osiyo xalqaro munosabatlar subyekti edi. Biz Markaziy Osiyoni xalqaro munosabatlarning subyekti sifatidagi o'rni mustahkamlanganligini ko'ryapmiz hozir. Oxirgi yillarda olib borilayotgan muhtaram prezidentimizning ochiq, pragmatik, uzoqqa qaratilgan siyosiy belgilab bergan yo'nalishlari doirasida bular hammasi o'zi amalda ifodasini topyapti. Aholi o'rtasidagi ishonchsizlikni bartaraf etish va ishonchni oshirish uchun o'ylaymanki, hozirgi olib borilayotgan chora-tadbirlar to'g'ri qaratilgan. Bu fenomenni tarixiga qaraydigan bo'lsak, 91-yildan keyin mustaqillik yillarida shunaqangi holat jarayon ketganki, ya'ni har bitta davlat, mustaqil davlat o'zini millatchilik, o'zini milliy o'zligini boyitish maqsadida, masalan, turkmanlar, o'zbeklar, qozoqlar, tojiklar, ya'ni shunaqangi nima ketgan, kategoriyalar ketgan, biz va ular, men va boshqa degan bo'linish, kategoriyaga bo'linish jarayon ketgan. Shu natijasida hozir shunaqangi aholini ongiga singib qolgan narsa bor. Hozirgacha biron bir masalan deylik muammoni ta'riflaganda bu meniki, bu boshqa birovniki. Muammoni bo'lish.
O'shani to'g'ri tushunib yetgan holda hozirgi olib borilayotgan chora-tadbirlar shunga qaratilgan, ya'ni davlat rahbari ilgari surgan oldingi maslahat ishlovchilarni ilgari surgan tashabbuslarga kelib chiqadigan bo'lsak, mintaqaviy milliy o'zlikni shakllantirish, boyitish, mintaqa tarixini qayta ko'rib chiqish, ya'ni mintaqaviy identitetni shakllantirish degan bekordan bekorga olib chiqilmadi va bunda endi muammo yoki biron bir masalaga qaralganda bu meniki boshqa emas, bu bizniki, umumiy boylik degan tushuncha qaratilishi kerak. O'shanda aholi o'rtasidagi ishonch ham oshadi. Bu deylik o'zbeklar, bu qozoqlar emas, biz Markaziy Osiyo Biz Markaziy Osiyo xalqimiz degan tushuncha kerak, shakllantirish kerak aholi o'rtasida. Rahmat, marhamat. Fikrlarga qo'shimcha sifatida aytish mumkinki, ilgari Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi ishonchni hozirgi darajada emasligini sabablaridan biri o'ziga xos bir raqobat bo'lgan. Bu barcha sohalarda, xususan o'sha ziyolilar o'rtasidagi raqobatni oladigan bo'lsak, ba'zi bir mintaqadan yetishib chiqqan mutafakkirlarni milliy mansubligi o'rtasidagi tortishuvlar. Mana shu ham insonlar aholi o'rtasidagi ishonchsizlikka sabab bo'lgan. Ikkinchi omil, biz yaxshi bilamiz, O'zbekiston Markaziy Osiyoni qoq o'rtasida joylashgan davlat. Har bir Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan bevosita chegaradosh. Bu orqali esa o'sha Tojikistonda ham, Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Turkmanistonda ham o'zbek millatiga mansub diaspora istiqomat qiladi. Va aksi O'zbekistonda ham tojik, qirg'iz, qozoq, turkman millatiga mansub juda katta diaspora mavjud. Bugungi kunda yurtimizda millatlararo munosabatlarda davlat darajasiga ko'tarilgan, o'sha millatlarga tilini o'rganish, o'zini an'analarini, qadriyatlarini o'rganish uchun bemalol shart-sharoitlar yaratib berilgan. Hattoki o'sha millatga mansub bo'lgan vakillar davlat darajasida bo'ladigan tadbirlarda ham ishtirok etyapti oxirgi yillarda. Ko'ryapmiz buni. Va buni qo'shni mamlakatlarimiz ham e'tirof etyapti. Mana shu orqali ham oddiy aholi o'rtasidagi totuvlik masalalari, hamjihatlik va eng muhimi ishonchni ta'minlash mumkin. O'zi aslida davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda xalqlar aybdor bo'lmaydi. Bu yerda asosiy masala bu siyosiy liderlarning pozitsiyalari, yondashuvlari, qarashlari bo'ladi. Xalq bundan aziyat chekadi. Xalqlar bir-biri bilan qarama-qarshilikka borishi kamdan kam holat. Markaziy Osiyoda men boya ta'kidlaganimdek, bizda umumiylik juda ko'p. Umumiylik juda ko'p, lekin o'sha ma'lum davr davomida ma'lum davlatlarning rahbarlarining pozitsiyalari, yondashuvlari natijasida xalqlar aziyat chekkan. Davlat rahbarlarining siyosiy irodasi, o'sha yaqinlikka bo'lgan munosabati, ularning orasidagi muloqoti, mana hozir aytyapmiz, Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro muloqotlarining soni ham, norasmiy uchrashuvlarning soni ko'paygan, eng asosiysi. Eng nozik masalalar, eng bir siyosiy qaror talab etuvchi masalalar shu norasmiy uchrashuvlar davomida hal etiladi aslida. Shuning uchun meni tushunishim bo'yicha Markaziy Osiyo mintaqasida xalqlar o'rtasidagi muloqotda mana hozir qaysi davlatda ko'rmang, davlat rahbarining tashrifi bo'lsa, o'sha yerda madaniyat kunlari, qo'shma konsertlar, qo'shma bir tadbirlar uyushtirilyapti. Bu doimiy xarakterga ega bo'ldi bugungi kunda. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi kundagi mintaqadagi do'stona muhit juda ham yaxshi shakllangan. Eng asosiysi munosabat, o'sha davlat rahbarlarining munosabatlari pozitiv. Bu tempni saqlab qolish kerak. Misol uchun mana biz nozik masalalarda hozir muloqot qilyapmiz. Bu xavfsizlik masalasi. Xavfsizlik masalasida xavfsizlik kengashlari rais rahbarlarining uchrashuvlarini mana 25-yilda aprel oyida Samarqandda, Toshkentda maxsus xizmat rahbarlarining uchrashuvlari. O'sha yerda mana O'zbekiston Respublikasining tashabbusi bilan taqdim etilgan mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanish konsepsiyasining loyihasi taqdim etildi. Bu loyiha to'g'ri, bu muhokamaga, ochiq muhokamaga tashlangan narsa. O'sha yerda fundamental, prinsipal masalalar bor. Bu taklif etilgan loyiha hujjati ochiq shaklda, ya'ni bu aksioma emas. Lekin masalaga kompleks tarzda yondashishimiz kerak. Uni yechimini keng ko'lamli tarzda muhokama qilishimiz kerak degan bir masalalarni ko'taryapmiz. Buni bu albatta davlat rahbarlari darajasida ko'tariladigan narsa. Lekin yana bitta narsani, yana bir tendensiyani aytishimiz kerak. Bugungi kunda o'sha to'g'ri uchrashuvlar bo'ladi, qarorlar qabul qiladi, lekin uni amalga oshiruvchilar pastdagilar. Vazirliklar o'rtasidagi muloqot ham kengaygan. Misol uchun viloyatlar deymiz, hududlar o'rtasidagi muloqotlar.
hududlarni rahbarlari hozir o'zi boryapti, o'zi tashrif qilyapti. Nafaqat bu Markaziy Osiyoda, balki boshqa xorijiy davlatlar bilan ham munosabatlarimizda hududlarning rahbarlariga ham qo'yib berdik. Vakolatlarni kengaytirib berdik. Faqatgina davlat rahbari yoki masalan vazir borganda emas, o'zingizlar muloqot qilinglar. O'zingizlar gaplashinglar. Masala bo'lsa ko'taringlar. Xalqlar o'rtasidagi mavjud do'stona, umumiylik, tarixiy, mushtarak din va tarix asosida shakllangan ijobiy inertsiyani saqlab qolishimiz kerak. U bizga faqatgina bugungi kundagi faol, ochiq, pragmatik tashqi siyosatimizda faqat yordam beradi. Muhammadjon aka, parlamentlararo hamkorlik ham mamlakatning tashqi siyosatiga qanchalik ta'sir o'tkazyapti? Albatta, Markaziy Osiyoda mana shu parlamentlar o'rtasidagi munosabatlar ham so'nggi yillarda rivojlanib boryapti. Biz buni Markaziy Osiyo parlamentlari rahbarlari uchrashuvlarini ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Yoki bo'lmasam 2025-yil ham shunday uchrashuvlarga boy bo'ldi. Mana Bishkekda joriy yilda parlamentlararo munosabatlarni yanada yaxshilashga qaratilgan alohida 3-muloqot uchrashuvi bo'ldi. Unda asosan suv, ekologiya, iqlim o'zgarishi masalalari muhokama markazida bo'ldi. Bu barcha mana shu mamlakatlar uchun eng zarur bo'lgan, hozir o'ylantirib kelayotgan masalalar. Yoki bo'lmasam, mana noyabr oyida Toshkent shahrida ayol rahbarlar, mana shu parlament rahbarlari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tganligi. Bunda ham ko'plab masalalarga, jumladan mana shu madaniy hamkorlikni rivojlantirish, yoshlar masalasi, umuman mintaqamizdagi bugungi kunda yechilishi kerak bo'lgan turli xil masalalarda o'zaro hamjihatlikda, o'zaro hamkorlikda ishlash yoki qonunlarni, mana qonunlarni umumiy modal qonunlarimiz bor. Bu mana shu modal qonunlardan foydalangan holatda u yoki bu masalani bu mamlakat qanday yechdi? Mana hozir hayotimizga katta bir kuch bilan sun'iy intellekt kirib kelyapti. Hamma sohalarga kirib kelyapti. Biz uni albatta o'ziga xos yutuqlari bilan qanday xavflarga sabab bo'lishi, kelgusida bir necha 10-20 yildan keyin aynan mana shu yoshlarni kelgusida jamiyatda o'rin topishi, ish bilan ta'minlashi, zamonaviy texnologiyalarni har bir sohadagi rivojlanayotgan jarayonini aynan mana shu qonunlar orqali muhokama qilish imkoniyati yaratib berildi. Yana bir aytishim kerak jihati bor. Bizda xalqimizda bitta maqol bor. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal degan maqol bor. Bu maqol bejiz emasda. Bu minglab yillar davomida mana shu xalq bu holatlarni boshidan o'tkazgan, birga yashaganmiz, umumiy tariximiz bor, dinimiz bitta, tilimiz yaqin, ko'plab mana aloqalarimiz bir-biriga mushtarak va biz hozir bir-birimizni yutuqlarimizdan xursand bo'lib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash bosqichidamiz hozir. Bu juda ham quvonarli va aytish kerak, mana shu yo'nalishda ishlarni yanada rivojlantirib, bizning umumiy bayramlarimiz bor. Ana o'sha bayramlarni birgalikda nishonlash. Mana davlatimiz rahbari taklif berdilar. Navro'z bayramini endi mana katta festivallar qilib, Navro'z bayramini konsertlar qilib, mana shu chegara oldi hududlarda xalqlar birgalikda nishonlasin, birgalikda katta ko'tarinki ruhda nishonlash. Hozir mana shu imkoniyatlar bor. Va mana shu yo'nalishda qilinay turgan ishlar. Ayniqsa, men alohida yana to'xtash kerak deyman. Markaziy Osiyo yoshlar parlamentlari o'rtasidagi muloqotlar hozir rivojlanib ketdi. U yoki bu yo'nalishda qilingan ishlar, bitta mamlakatda erishilgan yutuqlar ikkinchi mamlakatda tajriba sifatida ular bilan muloqot qilib o'rtoqlashilyapti va aynan ular ham ana shu yangiliklarni o'zlarida joriy etish masalasini muhokama qilish imkoniga ega bo'lyaptilar. Markaziy Osiyoda biz birlashamizmi, birlashmaymizmi degan savolga biz 25 yil javob qidirdik. Shu nuqtai nazardan geosiyosiy landshaft, geosiyosiy makon jihatdan bu mintaqani hozir alohida subyekt sifatida xalqaro hamjamiyat e'tirof etyapti. 25-yilda Yevropa Ittifoqi, Xitoy, AQSh, Rossiya, Yaponiya singari davlatlar muloqot uchrashuvlarini davlat rahbarlari darajasiga bekorga ko'targani yo'q. Birdaniga misol uchun mana C5+1 AQSh bilan formatimiz shu 5 yil davomida tashqi ishlar vazirlari darajasida eng yuqorisi bo'lsa. Lekin uni biz o'tgan yil AQShda davlat rahbarlari darajasida buni o'tkazdik. Mana Yaponiya birinchilardan bo'lib 2004-yilda Markaziy Osiyo va Yaponiya platformasini taklif etgan. Yaponiya birinchilardan bo'lib mintaqani yagona platformaga birlashtiramiz, uni bir makon sifatida ko'ramiz deb taklif qilgan davlatlardan biri va bu yil mana dekabr oyida Tokioda davlat rahbarlarini yig'ilishni o'tkazdi. Mintaqa bugun o'zini o'zi kashf qilmoqda. Bu C5+ formatlariga bugun deyarli qiziqish qoldirmagan mintaqa va davlatning o'zi qolmadi.
Boya man o'zimni nutqimda aytib o'tdim, sanoat kooperatsiyalarini, qo'shma kooperatsiyalarni oldin og'ir sanoatda oladigan bo'lsak, avtomobil sozlik masalasi bo'yicha misol uchun o'zimizda, faqat o'zimizda Andijonda chiqarardik mashinalarni. Bugungi kunda xuddi shunaqa zavod soni 5 taga yetdi va biz mintaqada boshqa davlatda turib, mana Qozog'istonda hozir sanoat kooperatsiyasi orqali o'zimizning mahsulotlarimizni yetishtiryapmiz va uchinchi davlatlarga eksport qilyapmiz. Shuning uchun bu ko'tarayotgan masalalarimiz hammasi bevosita bir-biri bilan uzviy bog'liq va bugun iqtisodda olasizmi, siyosatda olasizmi, bu lokal munosabat bilan, lokal yechim bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishimiz bu tabiiy jarayon. Biz bu narsani oldinroq qilishimiz kerak edi. Chunki dunyo mamlakatlarini oladigan bo'lsangiz, qariyb bir 80-85% davlat bunga a'zo bo'lib bo'lgan. Lekin o'sha bu yerda ham mintaqaviy integratsiya, ham o'sha yo'qotilgan imkoniyatlar, lekin bularni biz tez suratlar bilan o'rnini to'ldirishga harakat qilyapmiz. Bugun mintaqani o'sish suratlari ta'jubli. Misol uchun bir katta Xitoy, Rossiya, AQSh singari davlatlarni oladigan bo'lsangiz, yalpi ichki mahsulot agar yiliga 3-5% o'sadigan bo'lsa, bu juda katta ko'rsatkichlarni ko'rsatadi. Lekin bugun mintaqamizda biz qariyb, agar mintaqani umumiy yalpi ichki mahsulotni oladigan bo'lsangiz, 5% desak bo'ladi bemalol yiliga. To'g'ri, davlatlar kesimida farqi bor. Lekin bu o'sish suratlari o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Chunki biz dengiz portlariga chiqishimiz uchun, misol uchun Afg'oniston masalasida O'zbekiston tashabbusi bilan Afg'onistonning muvaqqat hukumati bilan muloqotlarni tizimli tarzda shakllantirgan aynan O'zbekistonning faol tashqi siyosati bo'ladi. Chunki bizga Afg'oniston kerak, biz Pokiston portlariga chiqishimiz kerak. Ozarbayjonni davlat rahbarlari formatiga qo'shilish masalasi. Bizga kerak bo'lgani Markaziy Osiyo. Albatta, chunki Janubiy Kavkazga chiqishimiz kerak. O'rta koridor masalasi. Hozir bu Markaziy Osiyo davlat rahbarlari uchrashuviga mintaqadan tashqari davlatlarning qiziqishi kelib chiqayotganligini o'zi bu natija. Men boya bejiz Markaziy Osiyo modeli shakllanyapti deganim yo'q. Chunki mana shu Ozarbayjonning qo'shilishiga na Turkiy davlatlarda, na xalqaro hamjamiyatda ortiqcha bir savol tug'ilgani yo'q. Chunki bizni so'nggi yillardagi Turkiy davlatlar bilan munosabatlarimiz mantiqiy davomi va natijasi sifatida biz e'tirof etmoqdamiz va bu imkoniyatdan bugun barcha mintaqa davlatlari foydalanmoqchi va o'zaro manfaatli hamkorlikni asosida munosabatlarni yo'lga qo'ymoqchi. Rahmat, fikrlar uchun marhamat. Qo'shimcha misolda aytib ketmoqchi edim. Mintaqaviy umumiy bozor, umumiy makonni yaratish jarayonlari hozir jadal olib borilyapti va bu nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki mintaqaning barqarorligiga ham ta'sir ko'rsatadi deb ayta olaman. Chunki deylik, tepada aytib o'tilgandek, Markaziy Osiyo plus formatlarini ommalashishi va u formatlarni boshqa buyuk global subyektlar bilan soni oshib borishi, bu Markaziy Osiyoni tashqi dunyoga umumiy qarashi, umumiy yondoshuvini va boshqa davlatlarni ham Markaziy Osiyoga har bitta davlatga alohida yondashuv emas, umumiy mintaqa yondashuv olib borishi, bu tashqarida bo'layotgan deylik hozirgi turbulent hodisalar yoki krizislar Markaziy Osiyoga aralashmasligi, shunga transformatsiya qilinmasligiga menimcha to'siq sifatida o'ynaydi desam, rol o'ynaydi desam adashmagan bo'laman. Va boyagi makon borasida aytadigan bo'lsak, Markaziy Osiyo hozir jadal o'sib borayotgan makon sifatida qaraladigan bo'lsa, hozirgi aholi soniga qaraydigan bo'lsak, tepada aytib o'tilgandek 80 million aholi 2050-yilga qarab bu 100 millionga oshishi mumkin va shu umumiy makon yaratib berish, ya'ni tashqi investorlarga, biznes sohasi vakillariga ortiqcha cheklovsiz, ortiqcha byurokratiyasiz erkin tovar oqimini yo'lga qo'yib berish va qulay sharoitlar yaratib berish bu tashqi nimaga, biznesga o'ziga xos bir mayak sifatida rol o'ynaydi desam adashmagan bo'laman. Rahmat fikrlar uchun. Hurmatli ekspertlar, mana ko'ryapmiz, guvoh bo'lyapmiz, bu Markaziy Osiyoni barqaror rivojlanishida O'zbekiston tashabbuskor davlat bo'lyapti. Prezidentimizning tashabbusi bilan masalan Markaziy Osiyodagi davlat rahbarlari maslahat uchrashuvlari tashkil qilindi. O'zbekistondagi daxldorlik, Markaziy Osiyo mintaqasini rivojlantirishdagi tashabbuskorlik boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham O'zbekiston harakat qilganchalik harakat qilyaptilarmi mintaqa rivojlanishiga? Daxldorlik hissini hamma his qilyapti. Shuning uchun natija bor. Daxldorlik hissini davlat rahbarlari avvalambor. Muammoimiz umumiy, uni yechimini topishimiz kerak. Kelinglar, ko'rishinglar, gaplashinglar, yechimini topinglar degan yondashuv bo'lganligi uchun masala yuryapti. Mana bu 25-yilda o'sha
2022-yilda Cho'lpon otida imzolangan 21-asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish maqsadida do'stlik, yaqin qo'shnichilik, hamkorlik to'g'risidagi bitimga Tojikiston qo'shildi. Undan tashqari Xo'jandda mana yuqorida ta'kidlab o'tishdi, bu abadiy do'stlik deklaratsiyasi imzolandi. Daxldorlik hissi, mintaqani rivojlantirishimiz kerak. Xalqimizni yaxshi yashashiga xizmat qilishimiz kerak, yalpi ichki mahsulotni oshirishimiz kerak degan munosabatda bugungi kunda mintaqada yondashuv o'zgargan. Yondashuv o'zgarmaganda bunaqa munosabat ham bo'lmasdi. Albatta bu lokomotiv, bu jarayonlarga bir impuls beruvchi davlat sifatida O'zbekistonni biz e'tirof etishimiz kerak. Chunki O'zbekistonning tashabbusi bilan bu Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining uchrashuvlari tashkil etildi va ko'pgina bu ijtimoiy masala bo'ladimi, siyosiy masala bo'ladimi, harbiy masalalar bo'ladimi, xavfsizlik masalalari O'zbekiston ilg'or tashabbuskor pozitsiyada namoyon bo'lmoqda. Buni eng asosiysi yaqin qo'shnilarimiz ham buni tan olishyapti, e'tirof etishyapti va bu masalaga ular ham o'zlarini ijobiy yondashuvlarini bildirishmoqda. Nafaqat u bildirish, boyagi masala o'sha bu qarorlarning ijrosi. Siyosiy qaror eng muhim qaror, nima deydi, fundamental masala, lekin uning ijro mexanizmini biz ta'minlab berishimiz kerak. Mana parlamentlarning roliga biz urg'u beryapmiz, to'g'rimi? Parlamentlarimiz o'zaro muloqot qilyapti. Oldin ham bo'lgan bu masala, bu formatlar. Lekin misol uchun tashqi siyosat masalalarini shaffofligini ta'minlash, ularni muvofiqlashtirish masalalarida parlamentlarning yig'ilishida biz bu masalalarni kun tartibiga qo'ymaganmiz. Mana 25-yil o'sha adashmasam oktyabr oyida 3-forumi parlamentlararo, mintaqa davlatlari. Aynan shu yerda ham shu tashqi siyosiy masalalar ko'tarilgan. Rahmat fikrlari uchun. 2030-yilga borib Markaziy Osiyo davlatlari qanday ko'rinishda bo'ladi? Qanday tasavvur qilasiz agar shu zaylda harakat qilinadigan bo'lsa? Marhamat. 2030-yilgacha 30-yilga qadar mintaqa davlatlari o'rtasida hamkorlikning yangi o'sish nuqtalari belgilab olingan. Ularni rivojlantirish yo'lida aniq mexanizmlar ishlab chiqilgan. Bu borada doimiy muloqotlar tashkil etiladi. Ularni yanada hayotga tatbiq qilish bo'yicha harakatlar olib boriladi. Bu borada o'sha aytishimiz mumkinki, O'zbekiston ilgari surgan tashabbuslar boshqa mintaqa davlatlari tomonidan doimiy ravishda, muntazam ravishda qo'llab-quvvatlanadi. Rahmat. Muhammadjon aka, 2030-yilni qanday ko'rasiz? 2030-yilda mana shu Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsiz, barqaror rivojlanayotgan, bir-birini qo'llab-quvvatlab, har bir sohalarda bir-birini rivojlanishiga bir-biriga imkoniyat yaratib berayotgan bir mintaqa sifatida ko'raman va bu mintaqamiz avvalo iqtisodi barqaror ravishda o'sib borayotgan. Shu bilan birga bu iqtisodiyotda o'sishda ko'plab omillari bu qo'shilgan qiymat zanjirini aynan mana shu mintaqa hududidagi barcha mamlakat ishtirokida amalga oshirilayotgan, investorlar uchun bir jozibador bo'lgan, investorlarni qiziqishiga ko'proq mana shu demak rivojlanishga turtki beradigan bir investorlarning oqimini oshib keladigan hamda shu bilan birga mintaqadagi turli xil masalalarni birgalikda, hamjihatlikda yechishga qaratilgan, iqtisodiy rivojlangan yaxshi bir makon sifatida ko'raman. Shu bilan bir qatorda Markaziy Osiyoda xohlardimki, mana hozir sayyohlar haqida gapirganimizda Yevropa ittifoqining bir nuqtasidan kirib, butun Yevropa ittifoqini kezib chiqish mumkin. Markaziy Osiyoda ham shu kun keladi. Men o'ylayman 2030-yildan oldin ham xuddi shu imkoniyat bo'ladi. Kelayotgan mana shu boshqa demak davlatlardan kelayotgan sayyohlar Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlarini bitta hujjat bilan hech qanday bir to'siqsiz aylanib sayohat qilishi, mana shu yerdagi xalqlardagi madaniyati, mana shu yerdagi xalqlarni boy tarixi, ularning o'rtasidagi do'stlikni ko'rib havas qiladilar degan bir umiddaman. Rahmat Firajjon. Qobiljon aka. Agar Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi munosabatlarni bundan bir 20 yil oldingi vaziyat bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu paytlarda mana shu integratsiyalashuv har bir mamlakatni milliy suverenitetiga bevosita ta'sir etuvchi element sifatida hadik orqali qabul qilingan. Bugungi kunda mana shu hadik yo'qoldi. Nafaqat O'zbekistonda, qo'shni davlatlarimizda ham. Birlashish orqali ko'p narsaga erishish mumkin ekanligi anglab yetildi. 2030-yilgacha undan u yog'iga mana oxirgi yillarda erishgan yutug'imiz va u tempini, ya'ni o'sha rivojlanish sur'atlarini agar inobatga oladigan bo'lsak, bu birinchi navbatda xavfsiz makon bo'lishi,
ikkinchidan investitsion jozibador makon bo'lishi, uchinchidan bu yerda nafaqat raqobat, balkim sog'lom raqobat muhitiga aylanishi, uchinchidan o'sha sayyohlarning erkin, to'siqsiz sayohat qilishlariga imkon yaratilinishi, keyingisi umumiy merosni, ya'ni boya aytganimdek, mutafakkirlarning mansubligidan kelib chiqib emas, ularni merosiga e'tibor qaratish masalalari ko'proq ustuvor yo'nalish bo'lib qoladi va 30-yilga borib mani o'ylashimcha bu ishonch muhiti shakllangan namunaviy bir geosiyosiy muhitga aylanadi. Rahmat. Marhamat Umid aka. Qanday tasavvur qilasiz? O'ylashimcha 2030-yilgacha borib mintaqa o'zini hamkorlik platformasini institutsional asoslarini yaratadi. Bu unikal model bo'ladi. Bu yerda nafaqat mintaqa davlatlari, balki mintaqadan tashqari bo'lgan davlatlarning ishtiroki inobatga olingan integratsion bir shakl paydo bo'ladi. Mintaqa davlatlari yalpi ichki mahsulotlari kishi boshiga daromadni oladigan bo'lsak, o'rtacha davlatlar qatoriga kirganlar bor, qolganlari ham kiradi. Turkiy dunyo birdamligi haqida gaplashadigan bo'lsak, turkiy dunyo birdamligi nuqtai nazaridan ham Markaziy Osiyo bugungi kunda bu turkiy dunyoning jarangli ovozi sifatida bir yagona bir mintaqa sifatida shakllanadi. Bozor sifatida bu e'tirof etilmoqda. Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishimiz mintaqadagi yondashuvlarni, standartlarni jahon andozasiga tobora yaqinlashishi uchun xizmat qiladi va mintaqa yangi bozor sifatida e'tirof etiladi. Mintaqada mintaqaviy mexanizmlar, mintaqaviy institutlar paydo bo'lishini ko'ryapman 2030-yilgacha va mintaqa xavfsiz bir hudud, umumiy bir xavfsizlik arxitekturasiga ega bo'lgan, shakllanib bo'lgan va erkin tovar va inson oqimiga sharoit yaratib bergan mintaqa sifatida prognoz qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat fikrlar uchun. Qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar, shu bilan bizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, ko'rsatuvimizda ko'tarilgan masalalar, berilgan axborotlar barcha uchun manfaatli bo'ldi. Albatta, har doim biz sizga eng yaxshisini ilinganmiz. Shu bilan xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizga qadar salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.